Zapisni yoqib qo'ydim. Keyin kiradiganlar zapisdan eshitishadi. Bugun judayam ko'pchilikka zarur va kerak bo'lgan, ayniqsa bugungi kun uchun dolzarb bo'lgan agressiya haqida gaplashamiz. Nimaga bugungi kun dedim? Chunki agar kengroq qaraydigan bo'lsangiz, biz tabiiylikdan bora-bora sun'iylikka, hozir nima uchun bunaqa deb aytayotganimga oydinlik kirg'izaman. Tabiiylikdan qochib sun'iylikka o'zimiz anglamagan holda kirishni boshladik. Bu nima degani? Hamma jabhalarda, hamma ruslo deymiz, masalan, hamma sohalarda shuni ko'rishingiz mumkinki, biz tabiiylikdan sun'iylikka o'tishni boshladik. Masalan, mevalar yetishtirishda, dehqonchilikdan boshlasak, sun'iylikda deganda, parnikda juda ham ko'p yetishtirish yoki go'zallik borasida hamma qizlarimiz, ayollarimiz judayam yaxshi bilishadi. Masalan, bor deyarli hamma narsa deyarli sun'iy, fillerlar deysizmi, boshqa. Bu keyingisi. Ichimliklar, oziq-ovqat sohasi, yashash tarzimiz, hammasi. Endi xuddi shunday bizni o'zimizni asl holatimiz qolib, biz ham sun'iylikka qarab ketishni boshladik, lekin xuddi shunday tarzga parallel ravishda ekologik holatlar, ekologik bilimlar, ekologik masalan, eko oshxonalar paydo bo'lishni boshladi. Nega? Insoniyat baribir ham asl yo'l qaysidan yurish kerakligini asl ongi ostida sezib turadi. Qarang, endi buni agressiya bilan, stress bilan nima bog'liqlik joyi bor? Biz inson tabiati, agar insonni ruh deb qaraydigan bo'lsak, ruhda sokinlik, donolik, g'urulikda oldindan bilish, informatsiyalar hammasi saqlangan. Lekin biz mana shu inson ongida, yer darajasida biz kurashga kirishamiz. Albatta, bizda kurash ongi bo'ladi va shunda davom etamiz. Qarang, bunday holatda o'zimizni asl qanday bo'lishimiz kerakligi qolib, o'zimizni asl holatimizni unutib, biz sun'iy o'zimizni tutishga, emotsiyalarni sun'iy bildirishga o'tamiz. Nega? Bundayam bizani judayam katta sababimiz bor. Sababi o'ta borsa, bu nima deymiz? Madaniyatga to'g'ri kelmaydi deymiz. Va siz o'zingizni asl tabiatingizni tashlab, sun'iylikka qarab ketganingiz sari sizdagi asl tabiat siqiladi va siz sun'iy narsa yaratasiz, lekin namoyon bo'lishi kerak bo'lgan narsa ichingizda qolaveradi. Bu agressiyani judayam eng sodda, oddiy ko'rinishlaridan biri. Ya'ni tashqi ta'sirlarsiz.